Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari. Navbatdagi bog' zarar kunandalari va kasalliklarga qarshi kurash choralarida qanday tavsiyalar berishimiz bo'yicha berayotgan video suhbatimizni davom ettiramiz. Bugungi navbatdagi video suhbatimiz may qo'ng'izini qanday zararlari va unga qanday kurash choralari bo'yicha tavsiyalarimiz bor. Marhamat. Mana hozirgi berayotgan mana shu video, kichkina video rolikimizda filmimizda sizga may qo'ng'izlari meva daraxtlariga ikki bosqichda zarar yetkazishini, ularning kattalari ya'ni qo'ng'izlari ya'ni imagalari bahorda barglar va gullar bilan oziqlanishi, ularning lichinkalari esa qurtlari tuproqda ildizni yo'q qilishini mana aytyapmiz. Bu esa juda xavfli bo'lib, 2-3 yoshli lichinkalar ildizlarni kemirib, yosh ko'chatlarni butunlay yo'q qilishi mumkin ekan. Katta qo'ng'izlari esa kurtaklar, barglar va meva kurtaklarini asosan olmada, olchada va olxo'rida yeb hosilini kamaytirar ekan. Aniq qilib aytadigan bo'lsak, asosiy zarar yetkazish usullari quyidagilardan iborat bo'ladi. Asosan lichinkalari ildiz tizimini yo'q qilish bilan ular asosan tuproqda 3-4 yilgacha yashab, yosh mevali daraxtlarni, butalar va ko'chatlarni ildizlari bilan oziqlanar ekan. Ko'chatlarning o'lishida asosan 3 yoshli lichinkalar bir necha kun ichida yosh daraxtlarni ildizlarini kemirib, uni qurib qolishigacha, ya'ni o'lishigacha olib kelishi mumkin ekan. Voyaga yetgan qo'ng'izlarining zarari esa quyidagicha bo'lib, bular kurtaklarni, gullarni, gul kurtaklarini, tuxumdonlarini yeb ko'pincha mana shunday zarar berar ekan. Bu ham daraxtning nobud bo'lishiga olib kelar ekan. May qo'ng'izini asosan fanda polifagdir deb ataladi, polifag deb nomlanar ekan. Bu polifag hasharotlar degani oziq tanlamaydigan, ya'ni juda shunaqa bir mechkay oziq tanlamaydigan hasharotlar turiga kirar ekan. Bular asosan olma, olcha, olxo'ri, gilos va noklarga juda o'ch bo'lar ekan. Ularni juda yaxshi nima qilar ekan. Endi buni himoyalanish choralariga keladigan bo'lsak, asosan tuproqdagi lichinkalarni yo'q qilish maqsadida shu yerlarni kuzda haydash, iloji boricha chirindi bilan oziqlantirish, go'ng solmaslik, ya'ni go'nglarda o'sha qo'ng'izni lichinkalari paydo bo'lib turib, yer ostiga tushib turib ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun faqat chirindi solishni tavsiya qilamiz. Yerini kuzda haydashni, ertalab qo'ng'izlarni daraxtlardan silkitib tushirib yo'q qilish, ana shunday choralari qolaversa, endi insektisid yoki biologik vositalardan ham